Ana şu an onu qo'ysak tezda shu somsani shunga yopardik aka. Eng zo'r var deyapti. Yimani tutsa kerak aka bo'lmasa. Olamiz, balkim olamiz desa, shunday chiqarib. Deymiz. Hamirdan holati juda boshqacha turibdi. Yazidingda aka. Mana shunga kichkina. Yo'q, bitta qo'yib beraychi aka. Men buni qo'yib. Bunday qilyapsizmi aka? Hozir mana mashina motorda ekan. Agar o'rasa bo'ladimi? Buni qilavatlarni kuchaytiramiz. Hamma qachonlayapti? Chekkasidan silla bo'lishi kerak bunga. Ha? Silla bo'lsa, hech pul kerak bo'lmagan shunday keyin. Faz ko'ramiz. Yana o'zimiz usulda bachaqlagan. Assalomu alaykum akalar. Mana non markaziga qo'ygan non apparatimizdan chiqqan nonlarni mana hozir tayyor bo'libdi, chiqib shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana 1 kiloli 700 grammli 550 grammli patirlar. Mana bular 1 kiloli nonlar. Mana bular 550 grammli patirlar. Sifatiga o'zlaring baho beraverasizlar. Mana bo'lsa 700-750 grammli nonlar. Kimga shunaqa sifatli nonlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Sifatiga o'zlaring ko'rib baho berasizlar. 1 kiloli nonlar. 1 kiloli nonlar mana. Sizga yoqib berishni 750 gram, 700 gramli uy nonlari mana. Patirlar 550 gramli. Sifatiga qarab mana yeb ko'ramiz. Ajoyib. No'y akamiz qo'liga yat ko'rmasin. Ajoyib.